Beshinchi dars. Bo'sh sahifadan e'lon qilingan postlar. Oldingi darsda siz konsalting xizmatini ishga tushirdingiz. Endi uning uchun veb-sayt yaratamiz va ekspertlikni ko'rsatadigan to'g'ri yetakchilar jalb qiladigan hamda qidiruv tizimlarida yaxshi reyting oladigan blog post qilamiz. Mavzu aniq. Savdo jarayoningiz qachon qayta tuzilishga muhtoj ekanligini qanday bilish mumkin? Ammo klaviatura oldida o'tirganingizda sizga bitta muammoga duch kelasiz. Bo'sh sahifaga soatlab tikilib qolmasdan barcha fikr va bilimlaringizni qanday qilib tartibli ravishda joylashtirishingiz mumkin? Uzoq formatdagi kontent muammosi, masalan, email yoki ijtimoiy tarmoq postlaridan boshqacha ishlaydi. Qisqa kontentda ko'pincha yozish jarayonida aniqlik paydo bo'ladi. Uzoq formatdagi blog kontentini yozishni ayniqsa qiyin qiladigan jihatlar qaysilar? Mingtadan ko'p so'z davomida diqqat va aniqlikni saqlash, qaysi fikrlarni kiritish, qaysilarini esa chetlab o'tish, kerakli uzunlikni to'ldirish uchun yetarli so'z topish yoki yozishni boshlashdan oldin g'oyalarni mantiqiy oqimga solish. Muammo tuzilma, tartib va diqqatni saqlashda. Yaxshi uzoq formatdagi kontent yozishni boshlashdan oldin aniq va ravshan tuzilma talab qiladi. Shuning uchun kerakli uzunlikni to'ldirish uchun yetarli so'z topish eng muhimi bo'ladi. Aynan shu yerda Jasperning uzoq formatdagi kontentga yondashuvi kuchli bo'ladi. Avval tuzilma, keyin yozish. Chatda boshlaysiz. Ko'rib turganingiz bu chat bo'limi. Endi tuzilma tayyor bo'lgach, bu rejani haqiqiy kontentga aylantiramiz. Buning uchun blog post shablonidan foydalanib, tuzgan rejalarimizni kontekst sifatida joylashtiramiz. Blog post bo'limiga o'tamiz va mavzuyimizni joylashtiramiz. Shundan so'ng Jasper siz yaratgan tuzilmani saqlagan holda har bir bo'limni to'liq paragraflarga kengaytiradi. Siz baribir tahrir qilishingiz va tafsilotlar qo'shishingiz kerak. Ammo bu safar butun ketma-ketlikni noldan o'ylab topish emas, balki tayyor qurilmalarni ko'rib chiqishni o'zi kifoya bo'ladi. Ammo nima uchun sizningcha avval reja tuzish butun postni yozishni osonlashtiradi? Chunki reja Jasperga aniq yo'l xaritasini beradi. Qaysi bo'limlarni yozish, qaysi nuqtalarni kiritish va ularni qanday mantiqiy tartibda joylashtirishingiz kerakligini ko'rsatadi. Shuning uchun reja professional yondashuvga oliy mahsulotlar hisoblanadi. Reja Jasperga nimani va qaysi tartibda yoritish kerakligini ko'rsatib beradi. Bu eng to'g'ri javob bo'ladi. Endi o'rganganlaringizga asoslanib, ushbu vazifa uchun eng mos vazifa qaysi? Shablonmi yoki chat? Rejadan foydalangan holda blog postingizning birinchi to'liq qoralamasini yozish. Bu yerda Jasper chat to'g'rimi yoki blog post? Shablonlar to'liq birinchi qoralamani yaratish uchun mo'ljallangan. Blog post shabloniga rejangizni bering, bu to'liq tuzilgan postni yaratadi. Demak, bu yerda blog post shabloni to'g'ri keladi. Xulosani takomillashtirish esa keyingi qadamda xulosani yanada aniq va harakatga undovchi qilish uchun eng to'g'ri yondashuvni tanlang. Xulosani chatga nusxalab joylashtiring va uni yanada aniq hamda to'g'ridan-to'g'ri qilishni so'rang. Bu yaxshi yondashuv. Chat alohida bo'limlarni sozlash uchun juda mos. Va shablonlar va chat yordamida blog postingizni yaratgandan so'ng sizningcha nashr qilishdan oldin oxirgi qadam nima? Uni mukammal qilish uchun yana bir bor chatdan o'tkazish yoki postdagi hamma narsani tekshirish uchun Jasperdan faktlarni tekshirishni so'rash yoki kerakli joylarda kontent o'zingizni ko'rib chiqish va tahrirlash. Jasper tuzilma va qo'llanmalar bilan ishlaydi, ammo yakuniy teginishlarni siz qo'shasiz. Demak, kerakli joylarda kontentni o'zingiz ko'rib chiqishingiz va tahrirlashingiz kerak bo'ladi. Tuzilmaga asoslanib kontent yaratish. Blog va veb-sayt kontenti uchun to'liq ish jarayoni. To'liq ish jarayoni ketma-ketligi birinchi bo'lib reja tuziladi. Tuzilmadan qoralama yaratish,
va chat bilan takomillashtirish, ya'ni kuchsiz bo'limlarni kengaytirish, ohangni moslash, aniqlikni oshirish va oxirida tanlab qayta ishlash. Bu degani faqat ishlashni talab qiladigan joylarni o'zgartirish, yaxshi qismlarni esa saqlab qolishdir. Shablonlar yaratadi, chat yaxshilaydi, yakuniy sozlashlarni esa sizning o'zingiz amalga oshirasiz. Siz bo'sh sahifa muammosiga duch kelmasdan tuzilma blog postini qanday yaratishni o'rganib oldingiz. Yodda tuting, bu ish jarayoni har qanday uzoq formatdagi kontent uchun ishlaydi. Xizmat sahifalari, keyslar, resurslar, ya'ni kalitlar, qo'llanmalar yoki fikr yetakchiligi postlar uchun ham, shuning uchun kelajakda ham undan bemalol foydalaning.